Mehnatkaşim. Hadi qara. Poponing keldi, qara. Sen jinni uyaltirma, jinni. Bulbulim. Mehnatsevarim. Uzoqcha o'tib ketmadimi? Yo'q, to'ygacha o'zimni ehtiyot qilyapman. Qo'rnizam och qo'ygandir, ovqat olib keluvdim. Namuncha mehribonsan, bulbulim. Qaydam? Hammani ham qizchasi o'zir ekanda. Uyaltirma, jinni. Bo'pti, poponi men mo'yka qilay. Kotletingdan mana. Yo'q, bu yerda men baxtliman. Men baxtliman. Men baxtliman. Pahlavonim, kiyimlaringizni yuvib bo'ldim. Yana bir san ayting, yuvib beraman. Ko'ra, uylanishga zo'r qiz topgansan-da. Ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin baxtimizga. Dadajon, oyijon yaxshilarmi? Yaxshi. To'ydan keyin o'zim yaxshilab qarayman. Evoh! Taqdirim buncha go'zal. Mehribon xotin, bu choy-poy damlamaysanmi? Uxlayapman men, yo'qol! Onam bilan dadamga qarayman deganding. Sani onangni ham, dadangni ham ko'zimga ko'rinma! Aldadı yarım, ölgünümçe sevemen deyip aldadı yarım. Senga bugun o'sha gapni aytmasam bo'lmaydi. Ayting, ayta qoling. Ikrom! Ahmoq. Akam, Keling, yaxshimisiz? Pastobkam kiyib ketibsan. nima qilyapsan? Sharmanda qilyapsan. Quruq choy olgandim. Choy icholmayapmiz uyda. Bo'pti, kechga olib bor kiyaman buni. O'zingizniki emasmidi? Adashib kiyib olibman akamnikini, qarang-da. Xullas senga aytmoqchi bo'lgan Xo'sh, gap. xo'sh. Kecha Ikrom, keling, yaxshimisiz? Dadam maykasini kiyib olibsan. Dadam nahorga borish kerak ekan, yechib ber. sharmanda qilyapsan odamni. Menga olib ket dedi, maykani olib ket dedi. Kechga olib boraman shuni. Nima kiyasan? So'ramasdan nima kiyasan, Ikrom? Sasiydi saniki. Dadam maykasini kiyib olibdi-da. Aytishing shartmi? Acha, yech. Bu dadam bechora kutib o'tiribdi. Ketolmayapti, nahorga ketolmayapti. Ha. Dadangizga ham kiyasizmi? Razmerimiz bir shunga kiyuvdim. Senga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki. Ayting. To'xta, aytmasdan tur, Ikrom. Shimimni kiyib ketibsan. Cho'ntagida gugurt bor, gaz yo'qmi? Sharmanda qilyapsan. Choy icholmayapmiz, Boshqa gugurt bor-ku magazinda. Boshqa shim yo'qmi kiygan? Hozir. Ha, unga quyoncha olib beribsan. Ayamga bitta gul olib olmaysan. Aytma shuni. Ber gugurtni. Hey, siz ham toza bechora ekansiz, tushunga olakkan. Mana o'z kiyinib yuring, nimchalardan chiroylisidan bor ekan. 177 ming so'mdan ekan. Menga qarang, biror shimni kiymasdan o'ziga bitta shim oling, 139 ming so'mdan ekan. Arzon ekan-a 130. Bu in bozorda. Mana o'zizga oyoq kiyimchalardan uni 250 ming so'mdan ekan. Bu yerda hamma narsa bor ekan-a? Bu in bozorda. Inbazar haqiqatdan ham insofli bozor ekan-a? Meni boya gapingizda ayting. Xullas, Kamila. Ikrom. Mana akang boy-ku, dambal akang jonimga tegdi. Buni gapi bor ekan, gapirsin. Indiski bashara. Nas kimni kiygan? Jim turaymi? Gapir endi. Ober qo'lingdan kiysan. Ey do'st, boringga shukr do'st, borliging yaxshi. Ey do'st, Birga borib Nima gapmi yana? kecha Alo, Yo'q, qayerdasan? tog'daman. Tog'damisizlar? Tog'da nima qilyapsizlar? Ha, shampurda tog'da o'tirganday bo'lasan-da, shashlikni o'zing pishir deysan. Telefonlarni ko'tara olmay qoldilaringmi, ha? Erkaklar. Mayli. Mana bu o'tirsam bo'ladimi? Ha, o'tir. Bari qol.
Kim? Ana qurbaqalarlar, o'rtog'imiz. Silliq. Voy o'lay, Dildor aka, sizmi? Oo, какие судьба. Tursunoy o'tmishim. Esingdami? Meni tashlab ketishda oldin ham peshkom yurardi. Hozir ham peshkom yuribsan. O'tir qayta tashlab qo'yaman. Tursunoy, hayot qanday? Mensiz qanday yashayapsan? Bo'ladi, yaxshi. Nimaga yaxshi, zo'r emas? O'zizcha Dildor aka taksichilik qilib yuribsizmi? Jinnimisan? Bu qo'limda ishlaydigan ishchimni mashinasi. Bo'sh vaqtimda shu taksichilikka chiqaman, odamlar bilan gaplashaman, kibrimni sindiraman. Alo. Olib kelyapsanmi? Nimani olib borishim kerak? Olib kelmaysanmi tezroq dastavkani? Nima deyapsiz? Baqirmang menga, normalniy gapiring. Bir sutkada yo'q qilib yuboraman. Kimligimni bilmayapsizmi siz? Ha. Yamonim jaqdis tezi. Bilasan-ku, Tursunoy. Mashinangizga yo'qlar nima qilyapti? Ha, senga aytmagandim-a? Men Milter degan zavod bor. O'shanda katta ish boshqaruvchiman. Mana shunaqangi 5 litrli yog'lar, 1 litrli yog'larni, sar yog'lar ishlab chiqaramiz. Mayonezlar bor, ketchuplar bor. Bular hamma mahsulotlarni respublikaga tarqataman. Agar o'shanda meni tashlab ketmaganingda hozir qirolichalarda yasharding, Tursunoy. Afsus. Endi kech. Tursunoy, afsusdan hojat yo'q. Ha, keldik Tursunoy. Sendan 20 ming bo'ldi. Ha? Tushaver. Shunday bachani tashlab ketibman. Ko'zim ko'r ekan meni. Obke. Urasiz. Urmayman, obke dastavkani. Sen nima deding boya? Telefonda bir sutkada yo'q qilaman dedingmi? Oldimda klientim bor. Bir rubl yo'q qilaman. Shundaymi? Dastavka pulini bering. Ol. Qayerda? Ol cho'tayimni. Urasiz. Urmayman, ol. Yo'q, nima u? Qanjon, buni qarang. Buni bosharasiz qani? Ko'zini qarang, chiroyli-ku. Lekin ko'zi yeyman deyapti. Bir gaplashib ko'rasizmi, orqasida nomeri bor, qarang. 97 aka. Davay to'yni tezlashtiring, yuravermasdan, Dadamga ayting, to'yni tezlashtirsin. Bo'pti, bor. Nima qilyapsiz, poponi? Ko'chaga chiqmaysizmi? Qillamay o'l. Chiq mana yoqqa. 1 soat bo'ldi kirib ketganing. Boshqa joy yo'qmi telefonda gaplashgani? Bumaga yo'q ekan dada. Poponi, dadam kelib qoldi. Bitta rasm jo'nating, ko'rgim kelyapti. Ya o'lsin buni chiroyi, o'lsin, bir kun meni o'ldiradi bu jinni. Bumaga obke. Poponi, sevaman demasdan o'chirgan 3 ta harf. Canım, sizi sevaman diye sesimden çıkıp koptu. Voy, o'lay ovozida. O'g'lim keptilnikka suv qo'yganman. Isigan bir so'p chiq. Poponim dadamga suv olib chiqyapman. Mana dada. Siz nima qilyapsiz? Poponim dadam tok uryapti. Bitta tumaloq video tayyorlang, ko'rgim keldi. Папаня, это что не то курдим, улыбка машина, яня. Voy, poponimni dadamga mehribonchiligini. Dada sizni tok uryapti, tok uryapti sizni. Loyga ko'm. Poponim dadam loyga ko'm deyapti, ko'maymi? Va nihoyat ertaga ko'rishamiz. Bo'pti, telefonni o'chiring. Yok, siz uçurun. Yo'q, siz o'chiring. Siz uçurun. Bo'pti, telefonni qo'yib qo'yaman unda. Что ты за школа, дяденёй? Yo'q, men shotim o'chmaydi. Menda Mobi o'zi xotirjam 60 tarifi bor. 60 ming oyiga tashlayman, telefonda gaplash VIP, Instagram, Telegram, WhatsAppda gaplash VIP 35 ming megabayt beradi. 3 mingta SMS beradi. Xotirjam yuraman. Bo'ldi, uxlaymiz, uçurun. Siz o'chiring. Qaysi biring bo'lsang ham o'chirsang o'chir. Uxlagani qo'ymayapsan. Va nihoyat poponimni hayotda ham ko'raman ekan-ku. Poponim, men keldim. Sanku. Tishingiz qurtlabdi-da. Tushangchi. Ko'taring. Tushiring-da.
Ha bekorga rasmda yuzinglarni tez tushmas ekansizlar-da, ha? Mayli, sevgi tish tanlamaydi. Men sizni sevdim. Altın gülü 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 gülü. Altın gülü 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 gülü. Şanu şuhratinga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo bu. Topgan tilla zariga berilma odam, sendan ham men Ana odamni qara aldayapti. O'zi aslida gapira oladi bu odam. Ha, qo'ysan-chi. Javob gapira oladi. Katta odam ataylar bunaqa qilmaydi. Kelyapti, o'zi gapirtiraman, qarab tur. Gapira olmaysizmi? Hozir gapirtiraman. Men umuman aka nimadir to'g'ring? Gapira olmaydi bu. Shoshmay tur. 40 ming so'm beraman aka. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Ustidan kulyapsan-da, bersang ber. Shoshmay tursan. Mana aka 100 ming so'm. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Gapirmaydi, ko'ryapsan-ku, nima qilasan majburlab? Xo'p, sen oxirigacha ko'r shuni. Aka mana sifat shirinligi. Mana ko'rding? Aka o'z trendda yeb ko'ring, vashi mazasi zo'r. To'xtab turdi. Men hamma pulimni beraman. Bitta nimadir deb bering bo'ldi aka. O'zi nima deyish kerak, akalar? Ya kulmanglar odamning ustidan. Men o'zi gapirmayman. Prosta vijdonim qiynalgandan gapirdim, akalar. Vijdon ham bormi sizda? Ha, bor. Bo'pti, hech kimga aytmanglar, akalar, iltimos. Aka, 200 ming so'm beraman, qo'shiq aytib berasizmi? Kimnikini? Jenisbek Piyazov tutgan. Men opera ayta olmayman. Hasta yürek hasta, hasta yürek hasta. Yürüp paraya tırman, sen tamana iste. Kollarımda kaldı, meni kolumda kaldı. Sana vergen güllerim balık aldı. Prokurorning o'g'li emasdirman. Vor zakonli ukasi emasdirman. Lekin bilib qo'y, seni baxtli qiladigan bir g'arib onani bolasiman. Сердце мое, Да, дорогой. любишь меня? Конечно. Серьезно? Да. Qo'chinga nima ishlayapti? Tren snimayu. Yaxshi qiz. Normal qizga o'xshayapsiz-da. Kuppa-kunduz to'g'ri qilib qilsangiz bo'lmaydimi? Voy, Ibrat Azamotovmisiz? Vloger, Ha. bayner, qo'shiqchi. Topdimmi? Ha. Anavni aytgansiz, ey do'st. Keyin odammasdan qol desamni aytgansiz. Bugun kuning seni sevgilimni aytgansiz, ha? Siz xohlaysizmi qo'shig'ingizga ham trend javob beraman. Yaqinda bilasizmi kimlar chiqdi? Munisa Rizayeva chiqdi, Shohruxxon chiqdi, очередga turibdi. Lekin siznikini biz очередga o'tkazib yuboraman. Qanday? O'ynab, manamnaylar qilib. Hop. Ana, dvijeniyalarni ko'ryapsizmi? Ana shunaqa zo'r dvijeniyalar qilib beraman sizga. Yo'qdimi? Ha, ko'rinib turibdi. Mayli, как раз bitta yangi qo'shiqim chiqdi, Sog'indi dil degan. O'shanga bitta trend olib ko'ring-chi. Hozir bir kaptarxona umumni tayinlab keling, o'z trendni yoramiz. Ketdim, taqlab turing, ketdim, o'tirib turing o'sha yerda. Ibrat Azamatov, mana taqvili ko'ring, baho bering. Trendmi? Ha? Yo, zo'r chiqdi. Zo'r manda u. Zo'r, faqat hech qayerga qo'ymang, xo'p, Instagramga hech qayerga qo'ymang. Bo'pti. Tushunmadim. Ey, oq kabutar, to'xta bera. To'xta dedim men senga. Ol buni men Instagramga qo'yaman, rekka chiqib ketadi. Qo'ymaganingga pushaymonlaysan. To'xta, mendan ko'zingga tiqaman. To'xta! Sog'in